do'stlar, men o'tgan safar, ya'ni o'tgangi videoda mana bu drakonlarni, kattalarni o'ldirib, tuxumlarini nima desam bo'ladi, mana shu ajdarlarga aylantirgandim. Lekin men o'tgan galgi videoda bir narsaga va'da bergandim, ya'ni baza qurish. Lekin men uni hozir quraman. Faqat o'tgan galgi va'damni bugun ham beraman. Bu safar aniq beraman. Chunki o'tgan safar nima desam bo'larkan, qanaqadir programmaning xatosini deb video to'xtatilibdi. Ya'ni faqat yuklab bo'ladi. Montaj unaqa qilib bo'lmaydi. Lekin bugun unday bo'lmaydi. Va bugun aniq, tiniq men sizlarga ayta olamanki, bazani quraman. Shunchaki montaj kuchi. Bam! Mana mening bazam. Mana bu taxtalarda 6 joning egi. Joning kerak bo'lsa kirma. Kerak bo'lsa ham kirma. Bo'lmasa ham bu yerda destak, page va sandiqda ortib qolgan narsalar. Nedavit qilichimni ham topdim. O'tgan gal meni bitta zombi o'ldirib ketdi. Sizlarda bo'lsa bir urib qoqdi. Mana u narsalarga o'qish nima bo'lmabdi. Bugungi videoda nima qilamiz bilasizlarmi? Mana bularni o'ldiramiz. Tupur menga tupur. Mama. Gördülermi öldürdüm. Keçi yotoq yasay olaman. Bu yoqqa. Baribir yo'q qildi. U narigi tomonda ham bitta. Quyosh nimaga botyapti? To'g'rilaymiz va qochamiz. Chunki bu yerda zombilari bor bo'lishi mumkin. Senin bo'ldi yaxshi-yu. Bittada qolqadi. İkinci drakona monstru. Nima mount? Sizlar endi nima qilsanglar lekin dahshat. Nima hech qilsan deydiganlarga bu yerda narsa bor. Sizlarda bo'lsa o'tgan videoda men bir anoni, ya'ni shifni umriga zomin bo'ldim. Gapirmasam ham qilmadim. Shunaqa vaqt emas. Lekin menga Kallan tushayib bo'ladi, mana zaradi necha? Asliga o'chib qolsa yana zaradga qilib turamiz. Salomat bo'ling. 3-videoda aniq qilamiz.